O'rtoqlar, agar sizlarni asosiy ishinglar bo'lsa va unga qo'shimcha ish kerak bo'lsa yoki bo'lmasam asosiy ishinglar ham hattoki bo'lmasa, masalan, kurator Umidani maslahat beraman, Telegram kanallarini qoldirdim. Xullas kalom, kurator Umidaga kirsanglar, sizlarga misol uchun har 3-4 kunda yaxshigina pul ishlash yo'llarini o'rgatadilar. Ya'ni bu yerda o'zlari 3 yillik tajribaga ega kurator bo'lsalar, sizlarga kuniga $30 dan $100 ishlashni o'rgatadilar. Kuniga har xil misol ish turlari bor. O'zingizlar kirasizlar, gaplashasizlar, tanlaysizlar va o'zingizlarga udobniy bo'lganini har qanaqa sharoitda, misol uchun o'tirib ishlaydigan qanaqadir ishda ishlasanglar ham sizlarga qo'shimcha bir daromad bo'ladi. Agar umumiy ishinglar yo'q bo'lsa, uyda o'tiradigan ayollar yoki bola chaqali bo'lsanglar, qanaqadir bolanglar uxlagan paytdami, shundoq telefonga kirib, o'rganib, ishlab o'tiraman desanglar ham o'rganib olsanglar bo'ladi. Hoziroq Umidaga aloqaga chiqinglar.